hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Ikkalamiz o'rtamizda bo'layotgan muloqot body kameraga yozib olinyapti. Haydovchilik guvohnomangiz yoki fuqarolik pasportingizni taqdim etasiz. Assalomu alaykum aka. Siz charchamaysiz? 2016-yil 8 dekabr Saftor. Turib pagoningizni ko'rsatsam bo'ladi? Saftor bo'ldi. Ko'rdingmi? Bo'ldi, aka. Haydovchilik guvohnomangiz yoki fuqarolik pasportingiz. Charchamaysizlarmi aka? Rahmat, xudoga shukr. Har bir balon uchun 80 mingdan 120 ming kilometrgacha kafolat berilar ekan. Balonni oladigan bo'lsangiz, maxsus avtomashinada kelib o'zlari joylashtirib, balansirovka qilib, kerak bo'lsa disklaringizni ham almashtirib beradi. Bu yerda akkumulyatorlar ham bor. Bular beradigan kafolatni hech kim bermaydi. O'zbekistonda bitta bunaqa kafolat, ya'ni 80 mingdan 120 ming kilometrgacha. Mana mashinalar podyomi bor, ko'taradi. Ko'tarib moyni ham almashtiradi, korobka moyni ham almashtiradi, balonni ham almashtiradi. 11:32 ga telefon qilsanglar, kelib o'zlari istalgan joyda va tekinga xizmat ko'rsatib ketishadi. Bo'ldi. Xizmat haqqiga pul to'lanmaydi, faqatgina mahsulotga pul to'lanadi. Bo'ldi. Mahsulotning narxi bozordagi narxdan 1.